Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 1-iyun xalqaro bolalar kuni bilan hammalaringizni tabriklayman. Kamina ko'z ojiz dastavchik mana osmonni sizga ko'rsatadi. Haqqon yomg'ir bo'lishi aniq, o'zi tomchilash boshlayapti. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani kichkina Kumushkindaman. Bu yerda quyosh chiqyapti. Ajoyib holat. Bu yerda yomg'irga tayyorgarlik. Ba'zim nima deydi? Ba'zim avjida deydi. Hop, o'rtoqlar. Xudo xolasa sizlarga va'da qilganimdek, mayli hozir aytib turaman. Bugun xalqaro bolalar kuni munosabati bilan barcha bolalar bayrami bilan o'zim nomidan tabriklayman. Mana sizlarga bir narsa ko'rsataman. Даже eshak ham tabriklayapti. Lekin eng qizig'i o'rtoqlar, bari men qiziqaman, uncha ko'p emas. Hop, o'rtoqlar, 4-iyun kuni kechqurun efirlari zo'ri, ya'ni yo'lda qo'yiladi uje. Tayyorgarlik ko'rilyapti. Ideyalar bor, plan bor. Sizlarga bitta gap aytmoqchiman. Men bu efirni tashkillashtirishda shaxsan o'zim qo'mman. Bu qishlog'i yo'llari o'rtoqlar, meni efirim o'g'irlab, keyin meni ovozimni boshqacha emotsiyalar qo'shib, ya'ni bu aynan boshqa blogerlarga tegishli gapiryapman. O'g'irlik bo'lmasin. Men spesialni o'zimni efirimni Instagram va YouTube'ga qo'yaman. Bu kim o'g'irlab, montaj qilib, foydalansa, aytib qo'yay, xafa qilib qo'yishi mumkin. Emotsiyaga kirishtirib, yo montajda bo'rttirish holatlari juda ko'payyapti. Ya'ni buni nomi soxtakorlik deyiladi. Xo'p. O'rtoqlar, hozircha efir to'xtataman. Даже Instagramga qo'yishga efir 1 minut bo'lishga o'sha YouTube'ga qo'yadigan efirim qoldi. Mayli. Hozircha kuzatishda davom etinglar. 1-iyun